Xo'sh, boshladik. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni deyarli yakunlab bo'ldik. Bugungi adres Jizzaxning Paxtakor shahriga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi qisqa aytib tushuntirishga harakat qilamiz. Divandan boshlaydigan bo'lsak, divanda oyoq uchida mana bunday sandiqchalari bor variantda. Divan 210 ga 170 matras razmer. Tagida mexanizmi bor. Mana bu mexanizmni holati. Mexanizm 450-500 ming atrofida turadigan mexanizmlardan. Matrasi garantiya beriladi. Matrasi artifishskiy matras $100 turadi narxi. Endi mebelimiz rangiga keladigan bo'lsak, mebelimiz rangida tanlovlar 20 xildan ortiq tanlovlar bor rangida. Mana bu qismida ham o'zgartirsa bo'ladi. Endi shkafimizga keladigan bo'lsak, shkafimiz klient xohishiga qarab xohlagan razmerda yasab bera olamiz. Hozirgi holati 240 mida? 230 ga 210 hozirgi holat. Ichki ko'rinishi u klient xohishi. Xohlagan variantdagi ichki ko'rinishini yasab bera olamiz. Mana bu ichki ko'rinishi. Mayda kiyimlar uchun ikkita o'shilga mana bu tomon o'rta polka, razmeri uzun kiyimlar uchun mo'ljallangan mana bu tomoni. Klient xohishiga qarab buni ham o'zgartirib bera olamiz. Oynalarga e'tibor bersak, oynalar zi chaplangan. Alohida e'tibor berib o'tamiz. Mana bunday uzun ruchkalardan foydalangan. Mana zi 2 qavat PVH dan ishlangan. Komod tremomimizni narigi tomoni oynasi aylanadigan qilib ishlangan. Hozir mana. Stolchik. Mana bu ichki holati. Xohlovchilar uchun mana bu tomonni qotirib ham qo'ysa bo'ladi. Mana bu umumiy holati. 3 ta tortma, mana bu tomonda sipchasi ham bor. Tomalarga e'tibor beramiz. Mana bu yerda svetiniklari bor. Orqadan chiqarib qo'ydik, klient keyin ulab oladi. Divanga e'tibor bersak, divan orqa tomoni yog'li qilib yasalgan, qimirlamasligi uchun. Material kerakkan bo'lsak, rossiyskiy laminatdan bo'lgan 100%. Endi bizning adres Jizzax shahar biz bilan bog'lanish uchun 95 koda 226 to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Bizda kelish, ko'rish, tanlash variantlari ham bor. Shu raqamni o'ziga Telegram orqali, Instagram orqali ham bog'lanib aloqaga chiqishingiz mumkin. Mebelimiz 150 km dastavkasi ichida olib borib o'rnatish ichida 150 km. Qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi. Siz to'g'ridan to'g'ri sex orqali olgan bo'lasiz.